Tappi yoqish masalasi muhim bo'lgan bir davrda tinib tinchimaydigan nemis injenerlardan yana bitta shedevr. Ba'zida lekin o'ylab qolaman, shartmi shunaqa yengillik qilish? MBUX 3 qismdan iborat bo'lgan, ichiga sun'iy intellekt ham qo'shilgan. Pribordni panel. Bu nima ekanligini video ostida yozib qoldiraman. Gibridni sportsmen nomini olgan Mercedes-Benz'ning eng eksklyuzivniy va skromniy modellaridan biri. O'zbekistonga yetib borishining narxini o'zi bor yo'g'i bojxona to'lab olsangiz 106.700 AQSh dollari bo'ladi. M550, Panamera Tour S va Audi S6 ning azaliy raqobatchisi bo'lgan Mercedes AMG E53. To'g'ri, ballon duxobada, lekin u unchalik ham muhim emas. Eng muhimi tormoznon sistema va haydovchisining qaysi maqsad va qaysi texnologiya bilan yig'ilgani. Bu videoni pokrishkani farqiga bormaydigan, lekin qop-qora chiroyli qilib yuradigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bu safar Mercedes injenerlari E53 ga rahm qilishadi. Nimaga unaqa deyotganimni C63 obzorini ko'rganlar biladi. Ushbu avtomobilimizda plug-in gibrid ustunovga qilingan bo'ladi va 3 litrli I obrazli 6 silindrli turbinli motor, umumiy ot kuchi 612 bo'ladi va umumiy newton metr 750 dan iborat bo'ladi. 0 dan 100 gacha 308 sekund sarf qiladi.